Bismillahirrohmanirrohim. Avvalo Qur'onda mazkur devor Sad, ya'ni to'g'onni qurgan inson Zulqarnayn ekani aytilgan, lekin u yerda Iskandar degan so'z yo'q. Bu adabiyotlarda, ayrim diniy manbalarda kelgan taxminiy gap xolos. Tafsir va tarjimalarda devor deb tarjima qilingan so'z Qur'oni Karimda radim deb kelgan. Bu so'z ikki narsani orasiga quriladigan to'g'on, to'siqdan ko'ra kuchli va kattaroq alohida bir inshoot ma'nosini anglatadi. Zulqarnayn devorni o'zi qurdirgan emas. Uni qurish chog'ida o'sha yerda yashaydigan musulmonlarni hasalga chaqirib yordam so'ragan. O'sha devor qiyomatdan oldin chiqadi degan gapga kelsak, devor qiyomatdan oldin chiqmaydi. Balki o'sha Sad, ya'ni to'g'onni Zulqarnayn Allohning amri bilan Yajuj-Majuj deb atalgan o'ta buzg'unchi qavmlarning yo'lini to'sish uchun qurib qo'ygan bo'lib, u Yajuj-Majujni dunyoga tarqalishdan to'sib turadi va qiyomat qoyim bo'lishi yaqinlashganida uning alomatlaridan biri o'laroq to'g'on buzilib, Yajuj-Majujlar yer yuziga tarqaladi. Devor o'zi chiqmaydi. To'g'on mashriq tarafda ekani Qur'oni Karimda zikr qilingan, lekin u mashriqning qayerida, qaysi o'lkasida yo'q, qaysi kenglikda ekani haqida ma'lumot yo'q. Odamlar o'zlaricha shunaqa narsa bor ekan, to'g'on bor ekan degan gaplardan xulosa qilib, har xil taxminlarni aytganlar. Jumladan buyuk Xitoy devorini o'sha to'g'on degan xayolga borib qolganlar ham bor. Lekin bu gap to'g'ri emas. Shuningdek, ba'zi kishilar uni Xitoy ortida desa, boshqalar Kavkaz tog'larida deydi. Ayrim ulamolar uni dengiz ostida yoki yer qatlamlarida yashiringan bo'lishi ham mumkin. Axir tadqiqotlar natijasida ko'plab yo'q bo'lib ketgan inshootlar topilmoqda-ku, deydilar. Ammo bularning barchasi taxmindan o'zga narsa emas. Mazkur to'g'on hozirda mavjud va to Alloh taoloning va'dasi kelib, Yajuj-Majujlar chiqqunicha turadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'z hadislarida o'sha to'g'ondan bosh barmoq bilan ko'rsatkich barmoqni halqa qilganda hosil bo'ladigan oraliqchalik teshik ochilganining xabarini berganlar. Imom Ahmad ibn Hanbal radhiyallohu anhu Sufyon Savriy rahmatullohi alayhidan quyidagicha rivoyat qilganlar. An Zaynab binti Jahsh radhiyallohu anha annaha qalat: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعه الإبهام والتي يليها. قالت: فقلت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. Zaynab binti Jahsh radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uyqularidan yuzlari qizargan hollarida la ilaha illalloh, yaqinlashgan yomonliklardan arablarning holiga voy bo'lsin. Bugun Yajuj va Majuj radmi to'g'onidan mana shuncha ochildi deb turdilar va bosh barmoqlari bilan ko'rsatkich barmoqlarining halqa qilib ko'rsatdilar. Men ey Allohning rasuli, ichimizda ahli solihlar bo'la turib halok bo'lamizmi dedim. U zot ha, agar yomonlik ko'paysa dedilar. Xulosa qilib aytganda, to'g'onning qayerdaligini, hajmini, qachon buzilib, uning ortidan Yajuj-Majujlar chiqishini faqat Alloh taoloning o'zigina biladi. Ikkinchidan, bunday narsalarni qidirib topib aniqlashni Alloh taolo bizga amr qilmagan. Ularni bilmaslik ayb yoki kishilarning dunyo va oxiratiga zarar ham emas.